Yana bitta narsani unutmang, bizning ayollarimiz urologlarga borishdan uyalishadi va ginekologlarimizga borib bu haqida davolanib yurishadi. Bu ham xato hisoblanadi. 1 yildan beri sistit kasalligi bilan davolanaman. Hech qanaqa natijalar yo'q. Oxirgi paytda yo'talsam, aksirsam siydik ushlolmaslik paydo bo'ldi. Nima maslahat berasiz? Analizlarimni, lichinalarimni sizga tashladim. Bu bemorimiz bizga analizlarini va lichinalarini tashlagan. 1 yildan beri doim antibiotik bilan kanefron sistollar ichib yuribdi. Bu bemorimiz analizlarini ko'rib chiqqan paytimizda hech qanaqa sistit yo'qligi aniqlanib turibdi hozircha. Ya'ni avvalambor ajratib olish kerak bo'ladi. Bu sizda sistitmi yoki siydik qopini giperaktiv bo'lib qolganligimi? Bu ikkalasi ikki xil narsa hisoblanadi va davolanish ham ikki xil bo'ladi. Unutmang, bizning ayollarimiz asosan sistitda o'sha antibiotik nimalardir vannalar bilan yurishadi, oxir asorati mana shunaqa siydik usholmaslik holatigacha olib kelib qo'yadi. Agar sizda siydik qopini giperaktiv holati bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa sistitga tushayotgan antibiotiklaringiz umuman ta'sir qilmaydi. Buni davosi alohida hisoblanadi. O'shaning uchun adashtirib yubormanglar. Buning uchun siz urolog shifokoriga murojaat qilib, siz tashxisingizni to'liq aniqlab olsangiz, davosi ham juda ham oson bo'ladi. Yana bitta narsani unutmang, bizning ayollarimiz urologlarga borishdan uyalishadi va ginekologlarimizga borib bu haqida davolanib yurishadi. Bu ham xato hisoblanadi. Mutaxassisga borib uchrashing. Aniq tashxisingizni qo'yib olib, aniq lichina olishingiz kerak bo'ladi. Klinikamizda sizni kutib qolamiz.